Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Bugun Sam Avto Brandsdagi Samarqand mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 ko'rsatib boraman. Variantga, arzonga, vikupga har xillardan bo'ladi. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bossangiz, bizdan chiqadigan videolardan birinchilardan bir ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram, Telegram kanalimiz bor, ularga ham kirsangiz har xil videolar qo'yib boramiz. Holda biz yo'limizni boshladik. Nexia 1 2002-yilda ishlab chiqarilgan, hozir motor hadolarni ko'rsatib boraman. Motori Sons, propan gaz o'rnatilgan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Panoramkasi bor ekan. Salon ishlari lyuks, polik, chxol, audio sistema, orqadan ko'rishlari. Zapaska balon turibdi. Aka, qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz aka? Agar Sam Avto Brandsdan chiqsa 2,5 narxga bo'lsa beraman deb aytyaptilar. Variant barterga bormi? Yo'q debdilar, faqat narxga deyaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90lik 270 29 70 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Marhamat hurmatli podpishchilar, sizlar uchun Nexia 2 bardoviy rangda yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Motor hadovoylari yaxshi holatda turibdi. Motori gibrid, metan gazlar o'rnatilgan. Konditsionerlar ishlaydi. Delkor akkumulyatorlarda. Qayerlarda kraskasi bor aka? Kraskasi toza, 100% javob deb aytyaptilar. Xohlagan usta bilan kelib tekshirib olsa bo'ladi deb aytyaptilar. To'rtta yumshoq balonlar turibdi. Balon holatlari yaxshi holatda. Orqalar tonirovka, salon ishlari, polik bor, chxol, audio sistema, orqadan ko'rishlari. Probeg qancha aka? Probeg 3000, 3 bo'lganda. Probeg 3 kuruk yurgan deb aytyaptilar akamiz. Zapaska balon turibdi. Aka, mashina qayerdaki? Mashina Urgutniki ekan, Jartepaniki ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3,5 ming so'rayapti. 3,5 so'rayaptilar. Yana necha pul qilib beradi Samarqand Sam Avto Brandsdan chiqsaga? Podpischiklar, obunachilar bo'lsa, bu arzonroq beramiz aka. Chiroyli narx ayting, bir obunachilar maza qilsin aka. 3200 qilib beraman. 3200 qilib bering shu obunachilar uchun. Narx bo'lsa sanab olib ketadilar. Bo'ldi. 3200 bo'lsa, narxga bo'lsa, Sam Avto Brandsdan chiqsangiz agar 3200 ga narx bo'lsa berib yuboraman deb aytyaptilar. Variantli talablari ham bor o'sha. Variant inkubatorga hammasi bor deb aytyaptilar. Telefon nomer 94lik 566 0525 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal ekan, full holatda ekan. Hozir motor hadovoylarini ko'rsatib boraman. Motor hadovoylari yaxshi ekan, zo'r. Gibrid motor, lyuks konditsioner, Delkor akkumulyatorlarda. Motorcha zo'r ishlayapti, o'zi ham soatchalar ishlayapti. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon ishlarini ko'rsatib boraman. Lyuks, polik, chxol, uzun zavaskoy, audio sistema. Probegi 48 mingdan yurgan. Orqadan ko'rinishi mana. Bir qo'l haydalgan mashina ekan. Zapaska balonlari joyida turibdi, toza turibdi, hech qanday zanglagan, panglagan joylari yo'q. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 6,5 deb aytyaptilar. Bo'lishi chaqalgan uchun necha pul qilib berasiz aka? 6200 qilib beraman. 6200 qilib beraman deb aytyaptilar. 6 bo'lmaydi aka, chiroyli narx qiling bir obunachilar uchun bir aka, olsin mazza qilib haydasizlar aka. Narx bo'lsa 6000. Narx bo'lsa 6000 ga qilib beraman deb aytyaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 93lik 577 70 11 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 1 2005-yilda ishlab chiqarilgan motor hadolarni ko'rsatib boraman. Motori Sons
3-chi pokoleniya metan gaz o'rnatilgan konditsioner bor ekan. Delkor akkumulyatorlarda. Motor hadovoylari qanday aka? Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoylari zo'r deb aytayaptilar. Balon holatlari. Aka, qayerda kraskasi bor aka? Kraska endi har joyga Necha foiz bor? Necha foiz kraskasi bor? bir 25%. 25% bor debdilar, lekin ichiga o'tmagan deb aytayaptilar. Mejigar pullargacha bor ekan. Salon ishlari, lyuks, polik, chol, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Probeg qancha aka? Probeg 430 ta. 430 ta yurgan ekan probegi. 1 yil oldin motor qilganman. 1 yil oldin motor qilgan ekanlar akamiz. Korobka unaqalar yaxshi bo'ladi. Narx do'raydi aka. Zapaska balon beraman deb aytayaptilar. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3000. 3000 bo'lsa, narxga bo'lsa berib yuboraman deb aytayaptilar. Telefon nomeringizni aytasiz? 70 70 01 010 27 27 76. 76 telefon qilib aloqaga chiqasiz. Nexia 2 2009-yilda ishlab chiqarilgan, rangi qora. Faralari led qilinganmi aka? Faralari led qilingan. Navorot qilib chiqarilgan Nexia 2 ekan. Motor hadovoylari, gibrid motorlari, konditsioner ishlar ekan. Yaxshi holatda ekan. Motor hadovoylari qanday aka? Aka, Motor hadovoylar zo'r aka. motor hadovoylari zo'r deb aytibdilar. Klapin qayermayotgan qutaqlangan aka. 1.6 galopga qo'yilgan. Xo'sh aka, yoping. Qayerlarda kraskasi bor aka? Aka, gebog'asi sepilgan aka. Xo'sh. Balonlar yaxshi holatda ekan. Qo'l nafas olgan. Krollargacha shumka qilingan ekan. Gerb lavovoy. Panoramkasi bor. Salon ishlari, lyuks, polik evakor, chol bor. Mes rullarda audio sistema, bochkalar o'rnatilgan ekan. Apparatura yaxshidan o'rnatganman deb aytibdi akamiz. Aka, probeg qancha aka? Orqadan ko'rinishlari 165 mingina yurgan ekan probegi. Juda ham yaxshi holatda ekan. Bochka turibdi. Zavod. Zapaska oling ichga. Bochkani olib turing. Zapaska balon turibdi. Mana qo'y. Zanglagan, chirigan yo'q. Janglagan joylari hech qayerda yo'q ekan. Qancha deyapsiz aka buni? Aka, buni 3,5 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 3,5 deyaptilar, kelishtirib beraman deb aytibdilar. Bizning obunachilargacha sam avtobrenddan chiqsa necha pul beradi bo'lishi? Podpisaska bo'lgan bo'lsa 3200 dollar. 3000 qilaylik, chiroyli narx bo'lsin aka. 3000 narxga bo'lsa berib yuboring aka. Sizda podpisaska bo'lgan bo'lsa, taylab kelgan bo'lsa, kelishtirib beraman. Xo'p aka, telefon nomeringizni aytasizmi? 88 88lik 915 915 69 69 telefon qilib aloqaga chiqasiz. Nexia 1 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Holatchasi zo'r ekan. LED faralar o'rnatilgan. Juda ham yaxshi holatda ekan. Motor hadovoylarini ko'rsatib boraman. Motor Sons motorlari qanday ishlayapti? Bitta kommentariyga o'z fikringizni yozib qoldiring. 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Tanorovkasi bor. Polni shunga qilingan ekan mashin. Lyuks konditsioner, lyuks ishlari, polka bor, chol bor. 243 ta yurgan ekan aka. 243 ta yurgan ekan. Orqadan ko'raman salon ishlari, orqa ko'rinishlari. Zapaska balon joyda turibdi. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3800 kelishamiz. 3800 deyaptilar. Kana kelishamiz deb aytayaptilar. Sam avtobrenddan chiqsa, chiroyli narxda qilib beraman deb aytayaptilar. Aka, variantlik barterga bormi? Bor. Bor deb aytayaptilar. Variantga yo'q, barter bor. Xo'sh, telefon nomeringizni aytasizmi? 91lik 91lik 957 957 77 77 44. 44 telefon qilib aloqaga chiqasiz. Nexia 2 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor hadovoylarini ko'rsatib boraman. Motor 1.6 da 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan. Gidrolika rul. Lyuks 5 konditsioner. Lyuks 5 konditsioner ekan.
Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. 906 mijgar pultlar o'rnatilgan. Salon ishlari lyuks, pollik, chihol, audio sistema, orqadan ko'rinishlari ma'lumot. Aka, probeg qancha aka? 206 ming. 206 mingdan yurgan probegi. Zapaska balon turibdi, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Aka, qayerlarda kraskasi bor aka? Kapotda uchida ozgina pitnosi Kapotda bor. uchida ozgina pitnachasi bor ekan, lekin ichiga o'tmagan ekan. Yo'q, holati 15-14 ta tepa ko'tiga a'lo darajada. Zang, pang, biron joyda chirik. Qancha so'rayapsiz aka? 4,5 ozgina kelishtiradigan savdosi bor, xayriga o'tib beramiz. Xo'sh aka. Variant barterga bormi? Yo'q, naqdga. Faqat naqd debsiz, telefon nomeringizni aytasiz. 99lik 99lik 005 005 75 75 yana 75. 75 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 1 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Juda ham zo'r ekan. Narxchasi bitta qiziqyapsizlar. Narxchasi $1000, ya'ni o'tib beraman deb aytayaptilar. $50. Motor hadovoylari yaxshi holatda ekan. Sons motor. Metan gazlar o'rnatilgan. Balon holati yaxshi holatda turibdi. Salon ishlari lyuks, polik, chuqur, audio sistema, orqa holatlari. Buni proyeksiyasini bilasizlar, anchagindan yurgan, lekin narxiga mos. Mashin olib haydaydigan joy ekan. Hali ancha yana xizmat qilar ekan mashin. Aka, variant barterga bormi? Boy narsasiga bor. Boy narsaga bor deb javob aytibdilar akamiz. Telefon nomeringizni aytasiz. 88lik 018 88lik 018 0113. 0113 telefon qilib aloqaga chiqasiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, texnik pasport 2015, lekin kuzov 2016 ekan. Mokriy rangda. Faralar led qilingan, motor hadovoylarini o'tkazib boraman, gibrid motorda. 3-pakalli metan gaz o'rnatilgan. Motor hadovoylari qanday aka? Motor hadovoylari zo'r deb aytayaptilar. Qayerda kraskasi bor? Bitta mana shu kapotchan yuzida bor. Kapotchan yuzida bor ekan, lekin ichiga o'tmagan deb aytayaptilar akamiz. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon ishlarini ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Chihol bor, pollik rullari, Malibu rullarda turibdi. Orqadan ko'rishlari ma'lumot. Aka, probegi qancha? 165 dan? 157 ta yurgan ekan probegi. Orqa ko'rinishlari ma'lumot. Zapaska balon turibdi, orqalari yaxshi holatda. Aka, mashina qayerga aka? Mashina Payariqniki ekan. Qancha so'rayapsiz aka? 5,5. 5,5 deyaptilar. Agar narxga bo'lsa, Sam avtobrenddan chiqsangiz agar 5 ga qilib beraman deb aytdilar, faqat narxga deyaptilar. Variant barterga bormi? Yo'q. Faqat narxga. Telefon nomeringizni aytasiz. 93lik 93lik 721 721 50 50 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun Nexia 1 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor hadovoylarini ko'rsatib boraman. Motori 1.5. Akkumulyator yangisidan o'rnatganman deb aytayaptilar akamiz. Motor hadovoylari zo'r deb aytayaptilar, hech qanday ishi yo'q deb aytayaptilar. Propan tableta gaz o'rnatilgan. Kraskasi asvejet qilingan ekan. Mashina o'zlari nomlarida turibdi, o'zlari mashinalari ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon ishlarini ko'rsatib boraman. Salon ishlari, pollik, audio sistema, orqa holatlari. Probegi 2,5 krug yurgan ekan. Tableta gaz turibdi. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 4,5 aka. 4,5 deyaptilar. Agar narxga bo'lsa 4,000 ga berib yuboraman deyaptilar. Sam avtobrenddan chiqsangiz agar. Aka, variant barterga bormi? Yo'q deyaptilar, faqat narxga deyaptilar. Telefon nomeringizni aytasiz. 99lik 587 46 45 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan, lekin kuzov 2016 ekan. Labovoylarga e'tibor bering, labovoylar gerb qilingan, 908 mijgar pullar o'rnatilgan. Motor hadovoylari 1.6 da motor, 1.8 ga tayyorlangan ekan.
propan gazlari bor. Delkor akkumulyatorlarida 20% kraskasi bor deyaptilar, lekin ichiga o'tmagan deb aytibdilar akamiz. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Salonlarni ko'rsatib boraman. Salonlar Lux, Polik, Evacor, Chuqur 140 tagina yurgan, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Apparatura yig'ilgan ekan, bochka turibdi orqada. Zapaska balonlar bor. Buni 5600 deyaptilar. Yana ozroq savdosi bor. Chiroyli narxda qilib beraman deb aytibdilar. Telefon nomeringizni aytasizmi aka? 90lik 468 3040. Varanlik batarya bormi? Faqat narxga deyaptilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor xatolarni ko'rsatib boraman. Motorlari 1.6 metan gazlar o'rnatilgan Lux konditsioner. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor. Salonlar Lux, Polik, Evacor, Chuqur 87 mingina yurgan probegi, audio sistema, orqadan ko'rishlari. Bagaj ochasizmi? Zapaska balon tushmagan joyda turibdi. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 6,5 deyapti. 6,5 deyaptilar. Chiroyli narxda qilib 6000 bo'lsa narxga berib yuboraman deb aytibdilar. Qayerlarda kraskasi bor? Ikkita eshik aka. Ikkita eshikda pitnochasi bor ekan, lekin ichiga o'tmagan ekan. Mashina qayerdaki? Katta o'g'ron. Mashina Katta Qo'rg'onniki ekan. Varanlik batarya bormi? Yo'q, aka faqat. Faqat narxga deyaptilar. Telefon nomeringizni aytasiz? 90lik 90lik 190 190 74 74 95. 95. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar.